Qizlar joylar aloe kapsulalarımizdan ham keldi. Aloe kapsulalarimiz ham keldi. Bu aloe kapsulalarimiz qizlar joylar va pishi effekti bomba ekan. Oshqozon yazvasi, oshqozon gastriti, oshqozon pankreatiti, o'tdagi dimiqish, o'tdagi qayrilishlarni, oshqozon osti bezlarini shunaqa zo'r davolab berar ekan. Ishoninglar, hazm qilish jarayonini shunaqa zo'r tezlashtirib berib, ichki shlagerlarni shunaqa tozalab berar ekan. Qabziyatdan qiynalganlarga va pishi bomba ekan. Ishoninglar, shunaqa ichdi, shunaqa zo'r yumshatib beradi. Umuman qiynalmaysizlar qizlar jonlar. 3-kursidan keyin bu yerdagi tuzlar tushibdi. 4-kursdan keyin ishoninglar, effekti bo'lgan insondan atziv oldim. Matkasidagi miyoma yo'q bo'lib ketibdi. 4-kursni ichishni boshlab, 4-sini ichgandan keyin deblar, matkamda miyoma bor deblar. O'sha kun bor apparatga tushsam, hech qanaqa miyomam yo'q deblar. Ishoninglar, mana bitta aloe kapsula, nima qilsam, bitta aloe kapsula ichib yurdim deyaptilar. Plus shunaqa zo'r ozdiradi, yuzinglarni tiniqlar ichdi. Bu aloe shirasidan tayyorlangani uchun yuzdagi dog'larni ham shunaqa zo'r tozalab beradi qizlar. Vobshe olvolinglar, maza qilib ishlatasizlar. Aloe kapsulamizni ozdirishga ham juda ham zo'r bomba. Ayniqsa ichida shunaqa zo'r surib tashlaydi ekan. Maza qilasizlar, ichinglar shuna yumshoq bo'lib qoladi.